Jizzax shahar hokimligi tomonidan ishchi guruh tuzilib, joylarda yozuv madaniyatini o'rganish, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha mavjud holatlarni tahlil qilish va amaliy yordam ko'rsatish ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 fevraldagi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 61-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Jizzax shahrida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Mazkur qaror mamlakatda yagona yozuv tizimini shakllantirish, rasmiy hujjatlar, reklama va ommaviy axborot vositalarida yagona imloviy me'yorlarga rioya etilishini ta'minlashni ko'zda tutadi. Shu munosabat bilan Jizzax shahar hokimligi tomonidan ishchi guruh tuzilib, joylarda yozuv madaniyatini o'rganish, mavjud holatni tahlil qilish va amaliy yordam ko'rsatish ishlari olib borildi. Ishchi guruh tomonidan tibbiyot muassasalaridagi holatlar ko'rib chiqildi. Jumladan o'rganish ishlari Jizzax shahar ko'p tarmoqli oilaviy poliklinikasi, Jizzax shahar akusherlik kompleksi, shuningdek 4 va 5 sonli oilaviy poliklinikalarda olib borildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamentining 2025 yil 1-apreldagi sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlar, idoralar va markazlarda O'zbekiston Respublikasi davlat tilida qonun hujjatlar ijrosini atroflicha o'rganish bo'yicha ishchi guruh tuzilib, ushbu ishchi guruhga tijorat va notijorat tashkilotlaridan, tuman va viloyat shahar hokimliklaridan vakillar jalb qilindi. Ishchi guruhning asosiy qiladigan vazifasi viloyatimiz hududida joylashgan tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda asosan pesh lavhalarda qanday yuritilganligi yoki bo'lmasa ularning bir xarita belgilarida nimaiki tashqi yoki ichki reklamli yozuvlarda o'sha davlat tilining qanday yuritilganligi to'g'risida o'rganishlar o'tkazildi. Tashrif davomida ushbu muassasalar hududidagi reklama bannerlari, ko'rsatkichlar va tashqi yozuvlar ko'zdan kechirilib, imloviy jihatdan aniqlangan xatoliklar yuzasidan tegishli tushuntirishlar berildi. Jumladan ayrim bannerlarda so'zlarning noto'g'ri yozilishi, lotin yozuvidagi harflar almashtirib qo'yilishi va umumiy estetik talablarning buzilishi kabi holatlarga duch kelindi. Bunday xatoliklar nafaqat til me'yorlariga zid, balki aholi orasida chalkashliklar yuzaga kelishiga ham sabab bo'lmoqda. Tekshiruv natijalari asosida muassasa rahbarlariga yozma ko'rsatmalar berilib, to'g'ri yozuv namunalarini o'z ichiga olgan ko'rsatma qog'ozlari ham tarqatildi. Bu boradagi ishlar fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish bilan birga davlat tiliga hurmat ruhini mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ishchi guruh tomonidan olib borilayotgan bu kabi o'rganish ishlari va tushuntirishlar shahrimizning boshqa hududlarida ham davom etadi.